Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Шинжаң Яшьләр Өсмерләр нәшрияты 2008 yıl 4 ayda 2 qetim nəşr qılğan biografiyalık roman Qaynam Ürküşi. Avtori Abdullah Talib. 14. bab. Qo'sh zanjir. Davami. 3. Nazira razvedka bölümüge safar ustida anılğanlarını paket qilib yezib berish bilan billa Ürümçide ülkelik cemaat xavfsizligi boshqarmasining maxfiy aloqachisi Yantaqubning saboqdoshi Loxorga yezib bergan alohida maktubnimi egasiga tekkizdi. Shunday qilib, Nazira bilan Loxor 11 nomerlik uydagi ziyofat bo'lishdan burunla bir-biri bilan ishchiqarnini bilib bo'lishgan edi. 11 nomerlik uydagi ziyofat hilisi qilin chumpardining faqat sirtqi bir qavtini echib qo'yishlar edi. Uning taktida nurg'un ishlar bor edi. Ziyofatning butun chiqimi 2 bölümden chiqarildi. Bu sun'iy hashamat uchun Sohibxon bilan Soqi alohida tanlab olindi. Mehmonlarning tizimlikimi 2 bölümden bekitildi. Yılanning kuyishini sizib olaydigan Lutfulla, garchi bu ziyofat yelisini bichit qilib ta'ligan bo'lsa-mu, biroq razvedka organlari yangi bir o'yinni planlab, ishni yer ostidan yurgizaverdi. Ular bu yangi o'yinni o'ynashda Lutfullahning drama talanti va mushu jihatdagi ijodiy faoliyatidan foydalanishni niqob qildi. Lutfullah Aqsuga beribla G'arib Sanam va Tayir Zuhra operasini yozib chiqdi. Oldingisini Uyg'ur uyushmasi mas'ul bo'lib sahnalashtirmoqchi bo'ldi. Keyingisiga kuch yetishmay qolgan edi. Asar bo'lsa allaqachon yozilib bo'ldi. Dal mushu chaqda saqchi organlari o'z oldiga teatr umiki tashkil qilib Lutfullah'dan Tayir Zuhra operasini talab qildi va shoirni shu umekka qo'shimcha rejissorlikqa taklif qildi. Aqko'ngil shoir ikkala operasining kayni-kaynidan sahnada o'ynalishini nazarda tutib, viloyatlik saqchi idorasining taklifini qabul qildi. Bu oldingi shart yuqorida kitobxonlarimizga tushunishli bo'lgan kompozitor Mo'ydin Xo'jini turmadan qutuldirib chiqish edi. Saqchi organlari bu shartni qabul qildi. Biroq Saqchi idorasining teatr umikiga planli holda 11 nomerlik uydagi gumonliq ziyofatning sohibxoni bosh kotib shu ziyofatning makkar saqisi Yantaqubning og'inisi Loxorni umak boshlig'i qilib belgiladi. Qo'sh zanjir o'yini ana shunday o'ynaldi. Bosh kotibning pochirkisi xatni tez yozish xususiyati Lutfullahni boshda qaymoqtirish rolini o'ynadi. Lekin Loxorning takabburligi barg'ansiri Lutfullahni yergandirdi va bizar qilibdi. Ikkalan o'ttirisida Avat va Uchturpan safarida keskin kurashlar yuz berdi. Lutfullah oxir bu atalmış bir yurtligi bilan zinhar gaplashmayla qo'ydi. Mushu fursatdan foydalangan bosh kotib makkarlik rolini o'ynab sahnaga chiqdi. U kunduzi Lutfullahga ergishib olsa, kechasi Loxor bilan apaq-chapaq bo'lib yuratdi. Uning shumluq talanti Loxordan allaqachon eshib ketgan edi. Bu tulka Hekim edi. Uchturpan safari oyoqlashib, uzun o'tmay Hekim deganda Lutfullahni izlaydigan bo'lib oldi. Bundaq bo'lishida nurg'un sirliq sabablar bo'lganning sirtida Naziraga taalluq sabablarmi bor edi. Bir kuni Hekim maxsus tayyorlik bilan Lutfullahni uyiga taklif qilib, ching turib oldi. Lutfullah oxir uning uyiga berib, ahvol bilib beqishni muvofiq topdi. Uning oldidaroq Nazira Lutfullahning hujrasiga berib, munozarada yomonlik peshini qiqib chiqib ketishida, bugun Hekim akam Gulboston hadamlarnikiga biring, ayg'ini shu yerda degan chaqdimi, shoir Hekimning uyiga bormagan edi. Bugun u ahvol o'rganish uchun u yerga bordi. Rost degandek Hekimning ayoli Gulboston shira ustiga yemakliklarni tizib, mehmon kelgandekla rastlab tayyorlik qilib qo'ygan edi. Hekim Lutfullahni uyiga boshlab kirgandan keyin, "Xotin, bugun qashonlik qilmay, tutqulinglarni tiz qilinglar. Bizning yana ishimiz bor. Lutfullahni aran boshlab keldim", dedi Gulbostonga. Gulboston erining lavza so'ziga javob berishdan burun Lutfullahga xushchiroy salom berib bo'lib, "Qandaq taladin namoz shom qarg'usi bo'lib keldimi? Hamma narsa ana tal bo'ldi. Er kishi to'shikka aralashsa, supursida un qolmas. Uy mushkiga aram xudo kun qolmas" debdikan. "İzzetlerini bilib joylarda jim o'ltirsizlar",
dedi arqadan. Xafa bolmanglar xotin, dedi hekim Gulbostanni bezlab. Lutfulla o'z odam, chaqchaq qildim. Anchvala taralli bo'lib ketmanglar. Gulbostan bir nima demoqchi bo'libroq yana Lutfullaning yuzini aydi bo'lg'ay jim bo'lib qoldi. Bo'lmasa bugun hekimni toza to'yg'izib qo'ymoqchi edi. Gulbostan chaqqanlik bilan oldin tayyorlab olgan lag'man piltisini inchga eshib silib bir taxsidan lag'man akeldi va bir cho'ng taxsida go'shtikda ko'tarib kelib shira ustiga qo'ydi. Hekim ishkabdan haroq va romkalarni chiqarib ikki qadahga to'ldirib qo'ydi-da ichishga taklif qildi va qadimkilar gap yuzda usul tuzda debdikan. Bugun seni biz bir muhim maslahat bilan chaqirib keldik. Fursat kelganda to'y qilib olmasa jon rahat topmaydi, hayot lazzat ko'rmaydi, turmushning hovliqi ma'nisimi bo'lmaydi deb so'z boshladi. Lutfulla bugun yangi shaxmat o'yinining boshlanayotganligini sezib, un-tinsiz tomoq yeyishga zo'rlab o'tkazib o'tishni o'yladi. Hekim bo'lsa, magarchanda pul bisat jihatdan qisilib qolgudek bo'lsang, bu narsalarning hammasi mana biz Gulbostan ishkimiz chiqaramiz. Chiqargandimi xolisana deb to'xtamay mamadanlik qiladi. Yotqan ko'rpisi mamuq yostiqi mendin, dedi Gulbostan. Erining so'ziga darhol qo'shimcha qilib, rahmat sizlarga, dedi u. Er-xotin ikkisining salosuliyasini anglab bo'lgandan keyin keskinla javob berib, lekin hozircha men bu ishlarni o'ylanib ko'rmadim. Qani, mavo ikkinchisi, dedi hekim orqadan Lutfullani say yeyishga taklif qilib turib. Xalq ichida beshing ikki bo'lmag'icha qachon ikki bo'lmas degan maqol bor. Yana xotin kishining tulluqidan yigitning bo'ytaqligi yomon degan tamsilmi bor. Sana biz yomon maslahat bermaymiz. Beshingni ikki qilib qo'yayli deb so'zini yana davomlashtirdi. Bu ishqa aldirab hapa degili bo'lmaydi, dedi Lutfulla javoban. Bu umr sodisi. Xalq ichida qozon olsang chekib ol, xotin olsang bilib, ot olsang oy kengash, xotin olsang yil kengash degan qimmatli maqol tamsillar bor. Bu to'g'rida men texi kengashib ko'rmadim. Sizga qandoq yaraydi? dedi Gulbostan. Avval ko'nglingizdagini deb baqsangiz, kengash qilish oson. Bu yerdimi har yerdan kelgan ne qizlar bor. Yaraydigini tepiladi. Mening shartim unchola yuqori emas, lekin men texi bundaq ishlarni o'ylanib ko'rmadim. Lutfulla amal qilib o'zini qochiratdi va Gulbaharning nomini tilga ilib qo'yishdan saqlanadi. Chunki u hozir yuz berish oldi turayotgan voqealarga intayin sagaklik bilan diqqat qilib chek urmoqda edi. Urumchidan sizni atay qo'g'ilish parvoni bo'lib kelgan Nazira qizmi bor-ku? Xalq ichida, dedi shoir Gulbostonga. Yepishqan qizdan qochqan qizni qo'g'la degan maqol bor. Buni o'zingizmi yaxshi tushunishingiz mumkin. Bugun shoir munozirada bo'sh kelmadi. Hekim bilan Gulboston Lutfulla bilan Gulbaharning orasini uzishdan boshqa chora yo'qligini bildi. Biroq bugungi shaxmat o'yini 2-bo'limning rejissorligida ilib berilgan edi. Ular razvedka vazifasini qabul qilgan Nazirani shoirga taqmoqchi edi. Shunga Gulbahar bilan shoir o'rtasida yozilgan xatni kontrol qilib, orani buzish suiqasdini ishlab kelmoqda edi. Hozir ular yozishgan xat bir-biriga tegmaydi. 2-bo'lim bu xatlarni tizginlab va pochtaxonadan bevosita oldirib kelib, maxfiy arxivda saqlaydi. Buni hekim bilan Nazira aniq tushunib turdi. Qani, keyincha yana paranglasharmiz. Angacha diling erib qolsa hech gap emas. Kel, yana bir romkadan ichishdiq. Hekimning so'zidan keyin shoir o'rnidan turdi-da, o'zining hujrasiga ketib qoldi. Oradan uzun o'tmayla bu uyga Nazira paydo bo'ldi. U shira ustidagi zakoska, botulka, romkalarni ko'rib, qandaqdir hech nimadan xabarsizdek. Gulbostonda uyinglarga mehmon keldimi? deb so'radi. Gulboston Naziraning so'zini anglab, qaqaqlab kulib ketdi va bilmaskilib, "Xubsan bo'lib olganini ko'ray buning. Turolmay, biz qo'g'ilishib kelgansiz chog'liq", dedi. "Azbiray xudo, bu ishdan xabarim yo'q. Ha? Mehmon kelib, "Yilala oldingizda chiqib ketdi. Sizga uchrashmadimi?" "Yo'q, uchrashmadi. Kim keldi?" "Yiliqi, yiliqchi. Yiliqi kim?" "Yiliqi shu yiliqi.
Vay Xudoyim-ey, desingiz'a qaysi yilqi? Balaga qaptimanmi nima? Siz qo'g'lishib kelgan yilqichu? Nazira keyingi so'zdan hiliqi bilan Bayqining kimligini tushunib, qaqoqlab kulib ketdi va yana azvaylab, "Bugun u nima dedi?" deb so'radi. "Bugun oqshom mushu uyda ikkinglarga nikoh o'qitadigan bo'ldik deb va'dalashdik. To'yliq pulini siz chiqaradigan bo'ldingiz. Chidamsiz?" Gulbostonning bu so'zni anglab, Nazira o'zini besib ololmay, texmi kulib ketdi va kulgisi to'xtagandan keyin, "Undaq bo'lsa," dedi. "Ha, undaq bo'lsa, ayg'in demamsiz. Hargiz ilib qolmaydan. Chidag'anga chiqargan bu jahon bu. Kim yigit bo'ladi? Qo'g'lashqini ustak beradigan zamon bu. Voy anam, menga ta'tillar yapamdikan, u tepilmasdan xo'rmismidi? Uning mayiqi doğru bo'libdimi? Niqi nazini ko'ray. Yo'li kelganda tayiqimi doğru bo'ladi. Yar uchun yegan tayoqning yarisi yo'q. Voy atam, ajab dedingiz-a? Ancha qilmasammi, mangami beri chiqib qolar. Mana endi aqlingizni topdingiz. Qadimkilar oshnanga ishinib, arsiz qolma, toz demay tigivol, moz demay kiyval debdikan. Keyin ular o'zaro rasmiy parangga tushib, Gulboston Hilaroq Lutfulla mutallib bilan qilishgan gap so'zning ayni ahvolini Naziraga deb berdi. Naziraning rangi o'chib, birdilla tatirishqa boshladi. U ochiqida choymi ichmay Gulbostonga xo'shmi demay chiqib ketdi. Voy anam, bu juvaynimakka bo'lib berdimi nima? Saprasi o'rlab, qo'yq chichi tik turib ketdi-ku. Uncha vala qilib ketmismi? Endi nag barar? Gulboston uyda qilib o'z ichida g'odonshib, o'z-o'ziga bir muncha so'zlab ketdi. Rost so'zni demay, silab-sipab ko'ngilni yasab o'tkazib bo'ptikan. U konning supasida yolg'iz o'ltirib, o'yga cho'kib ketdi. Yana o'rnidan turdi. Yana qaytib kelib, eliqi izida o'ltirdi. To'yning elchisi bo'lg'icha, boyning g'altisi bo'l degan rost ekanda. O'zi kelgan yaray, o'zi ketgan yaray. Yomonlasa yomonlaversin. Menga nima edi? Yarim yomonlig'iga xo'sh, men qutlug'inimga bek yomonlasa o'zingga ketsin. Bir tabaq ishim qaznimda qoladi. Gulboston o'ylagan sari qo'risqi ko'pib ketib, yuqoridagi so'zlar bilan ichini bir oz bo'shtib olgandek bo'ldi. Andin u gilam ustidagi mixqa esib qo'ygan dutlarni ilib chilishqa boshladi. Yekim bilan Nazira ilgari keyin bo'lib viloyatlik soqchi idorasining 2-bo'limiga berib, bugungi ahvolni xabar qildi. Bu ishdan ko'nglingiz yerim bo'lmasin, dedi Tatiq bo'yin razvedka amaldori Naziraning ko'nglini yasab. Biz buning uchun endi 2-qadamni bosamiz. Razvedka amaldori Qosim asta o'rnidan turdi-da, arxiv ichidan Lutfulla bilan Gulbahor o'ttirsida yozishgan xatlarni sug'urib olib, sinchilab qarashga boshladi. Bu xatlar pochtxonga qilingan uqtirish bo'yicha pochtxonga bekitilgan maxfiy xodimlar orqali Udul soqchi razvedka ishxonasining 2-bo'limiga yetkaziladi. Xatlarning bir-biriga tegmayotganligidan Gulbahor Urumchida qon yig'lasa, Lutfulla Aqsuda bo'ladi. 4. Qosim Gulbahorning xatini Naziraning oldiga qo'yib, "Mana mushu xatning imlosiga o'xshash va bejirim qilib, ma'vu kopiyani tez ko'chirib chiqing", dedi. Qosim bugun tushda Gulbahor bilan Lutfullaning munosabatini uzib tashlaydigan bir parcha yolg'on xat kopiyasini yozib tayyorlagan edi. Bu xat Gulbahor nomidan Lutfullaga do'q qilib yozilgan o'ydirma xatning ulgisi bo'lib, Nazira Gulbahorning pochirkisiga qarab ko'chirishga boshladi. "Talab va shart shuki, xatingizning ustixini", dedi u yana. Gulbahordan kelgan asli xatning oldingi 2 varaqini qatlab qo'yib, faqat 3-betinla Naziraga ko'rsatib, "Mushu xatning ustixini bilan o'pma o'xshash bo'lsin, chinib qolsa aplashmay qoladi." Nazira bir parcha oq qog'ozga avaylab kopiyani ko'chirishga kirishganda, razvedkachi Qosim uning beshida nazorat qilib turadi. Naziraning qo'li titrab, asli pochirkining imlosini joyida chiqara olmagani uchun bu yolg'on xat uda 3 qatim buzilib ketdi. Bo'libmi li harfini do'ng'aq yozib qo'yganligi bak chinib qolgan edi. 4-qatimda yolg'on xat oxir putib chiqqan bo'ldi. Agar xatning mazmuni uzunroq bo'ladigan bo'lsa, Nazira bu xatni ehtimol kechichimi putirib bo'lolmagan bo'ladi.
Елімі xat yezilib bo'lgan chaqda xilila kech kirib ketgan edi. Razvedkachi xatni Naziraning qo'ldan ilib, yana bir qitim ehtiyot bilan ko'zdan kechirib chiqdi-da, "Yaraydi, endi chanmabdi. Bu xat cho'qim ikkisini ikki parcha qilib tashlaydi. Biri u yoqda, biri bu yoqda qaqshaydi. Her ikkisi azob qilib beshini qashlaydi. Nazira andin o'z ishini ravon boshlaydi. Ha ha ha" deb kuldi. Razvedkachi bu shumliqidan o'z-o'ziga tamanno qo'yib, qaqaqlab kulatdi. U tamaki chekib, o'ng qo'lini galapi ishtanining yanchuqiga solgan holda ishxona ichida u yoqdan bu yoqqa mag'rur mang'atdi. Hammani oldin o'rinlashtirib bo'lgan razvedkachi orqadan maxfiy ishkapi ichidan Urumchi pochtxona konvertini oldida o'ydirma xatni konvert ichiga apchil qatlab soldi. Arqa betiga markin chapladi. Keyin u Naziraga yana yangi konvert ustiga adres, pochirkisini chiroyli chanmoqdek yozing. Mana ulgisi dedi. Razvedkachi Urumchidan Gulbaharning Lutfullaga yozgan xatining konvertini Naziraning oldiga qo'yib qo'ydi. Nazira dastlabki mashqni oldidan o'tkazib, bir oz mahoratga ega bo'lib olgani uchunmi konvert ustidagi adresni unchola tamtirmay tez va joyida yozib bo'ldi. Ondan razvedkachi konvertning og'zini shilim bilan atdi. Keyin tartmasdan pochtxonaning xatchaklar konverti ustiga qora siya bosadigan tamg'isini oldida konvert markasi ustiga tok urib bosdi. Pochtxona tamg'isining razvedka ishxonasida bo'lganiga Nazira hayron bo'lib o'ltiratdi. Yoz kunlari bo'lganlik uchun, bo'libmi konvertni yemlashga ishlatilgan alohida shilim bo'lganlik uchun konvertning ig'zi va marka chaplangan joy allaqachon bilingisiz qurib ketgan edi. Qosim Naziraga qarab, "Bugun kunga yakshanba. Lutfulla mehmonxonaning beg'idan qaytib kelib, mushu tapda Munirdinning uyida o'ltirish qilyotdi. Biz buni egilab bo'ldik. Siz hozir tun qorong'usidan foydalanib, bu xatni uning ishkining qisilchiqidan hujrasiga tashlab kelishingiz kerak. Kechida sizni hech kim ko'rmaydi. Siz kelguncha men mushu ishxonamda kutib turaman" dedi. Naziraning nima ma'lum bo'lsin, u past ovoz bilan titrab turib, "Bo'ladi" dedi. Bugun oqshom Nazira razvedkachi Qosimning o'rinlashtirishini to'liq baja keltirdi. Uning harakatini inisi jinmu sezmidi, lekin u xatni shoirning ishkining qisilchiqiga qistirib bo'lib, orqasiga yonganda uning badani butunlay qora targa cho'milib ketgan edi. U yo'lda kelguncha yelib bir odam keyindan qo'g'lab kelib tutib oldigandek o'z-o'zidan xudiksinib pat-patla orqasiga qarab qo'yatdi. Oldiga meng'atsimi keyniga ketayotgandek tuyulatdi. U gohida shapashlab yuguraydi. Shahar sepilining shimoliy darvozasi yeniga yaqin kelganda ochiq suv sotadigan bir qari tunganning qurosi ichida bir itning ushtum-tut avshig'inini anglab, qo'rqqandan yerga yiqildi-da, "Vayjon" deb qattiq varqirayotganini o'zimi sezmay qoldi. U aron ta'sida o'rnidan turdi, lekin oqsab mang'almadi. Tunganning iti texmi qattiq qabaydi. Naziraning yuragi shu tapda og'ziga qaplashay deb qolgan edi. U zo'riqib og'rib ketgan tizining lepkini va pochiqini xilib bir vaqtgacha uvlab, bir hazodan keyin aronlab minib ketdi. Bu alamning dastidan Nazira udul yatqiga ketmoqchimi bo'ldi, lekin ikkinchi bo'limga doklad bermasa bo'lmaydi. Shunga u ikkinchi bo'limga berib, Tatuq bo'yin razvedkachiga ahvolni qisqacha doklad qildi-da, "Qizib ketyapman" deb ruxsat so'rab, bo'limdan asta chiqib ketdi. Rastilla u qizib ketgan edi. Nazira yatqiga berib kiyim-kechkini yashmasdilla karvati ustiga o'zini itibatdi. U as hushini yo'qotib, yo'ngrab yig'laydi. U kechicha kirpik qaqmay tong atqizyapti. Atsi uning yuz ko'zi ishib, kalpuk qovozlari ustiga qo'qaq yarisi chiqib, qaparchuq o'rlab ketgan edi. U choy vaqtida aranla o'rindan turib, bir yutum choymi ichmay, yuz ko'zlarini yog'liq bilan o'rgandan keyin Udul yangi bozoridagi Ramchi Momayning uyiga pal soldirg'ili mandi. Doktorxonaga berishdan nomus qildi. Ramchi Momayning uyi yangi bozorga chiqib ketadigan xotan darvozasining yenidila edi. Momay odatda uydila bo'ladi. Nazira bundan sal burun bu uyga bir qatim kelgani uchun bu navbat hech kimni boshlatqizmay o'zi yolg'iz kelaverdi. Beshiga oq lechak artib olgan Ramchi Momay uyda yolg'iz pal nama o'qib o'ltirgan edi.
Oldingi qitimda ram soldirganda ramchi ayol Naziraga dushmanlik bo'lib o'tibsiz, o'zingiz keng qo'rsaqlik qilsangiz dushmanlik tugab ketgudek degan edi. Bugun Nazira kirishiga ramchi mo'may uni darrov tunib kong ustiga taklif qildi. Nazira yog'liqini yeshib mo'mayga yuz ko'zini ko'rsatganda mo'may hech vaqasi yo'q qizim, men palsilib ko'rib doğrusini sizga hozirla aytib beraman dedi-da, ondan uyuq beshiga ilib qo'ygan xaltadagi pal tashlarini kong ustiga to'kdi. Oq tosh, qora tosh, olchipor toshlardan 40 necha kichik toshni qator o'yini shaklida tizishga boshladi. Toshlar tizilib bo'lgandan keyin qo'lidagi tasvini serib, ichida uzungacha oyat o'qib duo qildi. Nazira ham duoga ergishib, ikki qo'lni egiz ko'tardi. Duodan keyin mo'may hiliqi tizilgan toshlarni yana chuvib tashlab, ikki ko'zini yumib olgan peti, ikki qo'lining hamma barmoqlarini harakatga keltirib, toshlarni yana tizib chiqdi. Ondan ko'zini ochib, toshlarga bir mahal qarab turib, palning tabirini yashdi. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar, qara bosqanga jup, debdikan bolam. Qarong'uda yo'l yuribla, yan tarafdan ish ko'ribla, bolam. Tushida ko'ygan gul bo'lur, oqqan yeshi ko'l bo'lur bolam. Qashqa sansang ko'zga, kishiga sansang o'ziga. Bolam, hech vaqasi yo'q. Oqsham o'zlariga qo'rqoq tegibdi. Men damida o'qib qo'yay, saqib ketila. Ramchi mo'may toshlarni yig'ishtirib, xaltasiga soldi va uni avvalgi o'rniga ilib qo'ydi. Ondan damida suyi tayyorlab, suvga qarab 2-3 oyat o'qib, Naziraning qo'rqoq tekkan eg'izini supgo'shladi. Rahmat ana, dedi Nazira va mo'mayga atgan 2 par kona ko'nglikini va ozroq pulni sundi. Mo'may yana 2 qo'lini ko'tarib, uzundan uzun duo qildi. Duo oyoqlashgandan keyin Nazira yana bir qatim rahmat bildirib, Ramchining uyidan asta chiqib hujrasiga qaytib keldi. Nazira yatqiga qaytib kelganda tushlik tomoq vaqti bo'lib qolgan edi. Lekin uning yanila tomoq yegisi kelmadi. Ruhi tushkunligi ram soldirib kelgandan keyin texmi ko'payib ketdi. Ramchi mo'mayning tushida ko'ygan gul bo'lur, oqqan yeshi ko'l bo'lur, qashqa sansang ko'zga, kishiga sansang o'zga deganlari xuddi dallab chingan o'qdek uning yuragini par-para qilayotgan edi. U mo'mayni ko'nglimdikini xuddi avliyodek bilib oldi deb o'ylaydi. Nazira o'zim topgan baloga nega boray da'voga degandek o'zining tuyuq yo'lga kirib qolganini jiddiy his qilib azoblanadi. Zodi qandoq kuch uni ibtibda va yasman bo'lishga ittirib tashladi. Faqat rashk, asad ko'rolmasdik. Nazira ikkinchi kuni hech kimga to'ydirmay Oqsudan qochib ketdi. 14-bob tugadi.